Kichkina bo'lsa ham juda ham ko'p gullarni qo'yishga harakat qilganman. Mana birinchi mana bu jasminga aqllanib bersanglar, buning hidi juda ham, ayniqsa kechqurun shunaqa taralib turadi jasminni. Ayniqsa uyga kirganimizda ham xuddi jasmin choy ichayotgandek bo'lamiz. Qo'shnilarimizdan bir xillar tushib turib, bir pas hillab turishadi, juda ham hidi boshqacha. Qo'yib bersangiz bu tepagacha ham o'sib ketishi mumkin, lekin men uni kontrol qilib kesib turaman. Bu jasmin o'simligini qishki vaqtlarda qandaydir uslublar yordamida asrab turasizmi yoki shunday holatigacha o'stirasizmi? Jasmin shunda o'ramasdan shunda o'stiraman, lekin men bu -11 gradusda glitsiniya gulim bundan 3 ta ko'chat ekilgan, shuni butonlarini -11 da urib qo'ydi oxirgida. Bunchalari juda ham ko'p edi, urib qo'ydi. Shuning uchun bu yil glitsiniya gulini ko'ra olmadim. Afsus. Lekin shu -11 da balkim o'rash kerak edi deb. Lekin bunga qaramasdan glitsiniya juda ham qiziq o'simlik ekan. G'unchalarini sovuq ursada, barglari yozilib, bemalol ko'karib turadi. Shunaqa ekan. Lekin afsuski, g'unchalari g'unchasini ko'rolmaysiz. Shunaqa. Hozir ko'rib turgan glitsiniya va jasmin o'simliklarimiz necha yilda shu holatga keldi? Avvalo buni men 3 yil oldin ekkan edim. Unda 1 metrlik mana shunda ko'chat edi. Lekin ma'lumotlarga ko'ra glitsiniya 7 yildan keyin gullar ekan, 5-7 yildan keyin. Men buni bilganimdan keyin buni ekishga ekib qo'ydim. 3 yilda mana shunday bo'ldi. Simga mana shunaqa o'ralib, mana shunaqa chiroyli, xuddi soch o'ragandek chiroyli bo'lib turibdi. Buni o'zingiz qilganmisiz yoki o'zi shunaqa chirmashib? O'zi shunaqa o'ralib, shunaqa chiroyli bo'lib, tabiatdan mana shunaqa ajoyib bo'lib. Keyin simlarini olib tashlab, men o'zini holini tashlab qo'ydim. O'zi holida. Xuddi bonsaiga o'xshagan. Ajoyib. Mana jasmin o'simligimiz ham juda ham qalin bo'lib turibdi. Bu o'simligimiz necha yilda shunchalik darajaga kelgan? 2 yil bo'ldi. 2 yildan beri o'syapti. Bu juda ham tez o'sib ketadigan va har yili shunaqa paytda gullab turadigan o'simlik hisoblanar ekan. Juda ham devor qilishga mos. Ayniqsa hidlari odamni mast qilib qo'yadi. Hurmatli Gulshaydolari, afsuski bu hozirgi biz sezib turgan iforni kamera yetkazib bera olmaydi. Sizlar bilan bu ifordan ulashmoqchi bo'lyapmiz-ku, lekin afsuski imkoniyati yo'q. Dilafruz, men sizga savolim bor. Bu ifordan qancha vaqt davomida bahramand bo'lasiz? Ya'ni gullari qachon ochilib, qachon o'z gullarini to'kib ketadi? Ko'proq shu aprel oxiridan boshlab may-iyungacha davom etadi gullashi. Ha, chunki bular ketma-ket ochiladi, yopiladi. Masalan, bir-biriga anaqasini beradi. Masalan, ko'rib turibsiz, mana ochilgan, mana bu yerda hali g'unchalari bor. Bu yerda Rudolf mana eng injiq gullarim joylashgan. Bu yerda mana kameliya gullarim, vanda orxideyasi. Hamma sevadigan azaliya, lekin boqishga qiynalishadi har doim. Bu yerda yana mana havoda osilib turgan tilansiya gullarim bor. Bularni qurish niyatim qatdan paydo bo'lgan. Xo'jayinim bilan tinch qo'ymaganman. Menga shu injiq gullarim uchun joy qilib bering deb. Qishda albatta issiq bo'lishi kerak bo'lgan. Hovlimizda shu domni turbasi o'tgan. Shundan foydalanib, shuni ustiga mana shu issiqxonani qurdirdik. Qishda ozgina bo'lsa ham issiqlikni ushlab turish uchun. Va -11 gradusda bu yerim 6 gradus bo'lib turdi. 6 gradusda shu kameliya, azaliya gullarning hammasi mana shu yaxshi bo'lib turishdi. Lekin vandalarimni baribir olib kirdim uyga, chunki vanda orxideya sovuqqa chidolmaydi. Mana shu bahorda yangi ildizli chiqaryapti vanda gullarim. Bu juda ham yoqadi. Ertalab turib chiqib shtankada bitta dush qilib. Demak, namlik darajasiga katta e'tibor qaratasiz. Chunki ko'p o'simliklar, ayniqsa havoda o'sadigan o'simliklar, tropik mintaqalarda tarqalgan o'simliklar, ular namlikni juda ham yaxshi ko'rishadi. Lekin shunga qaramasdan namlik ortib ketadigan bo'lsa chirib ketadi, namlik kamayib ketadigan bo'lsa qurib ketadi. Juda ham injiq o'simliklar barchasi, men to'g'risi ko'rib juda ham hayron qoldim. Bunaqa sharoitda bunday kichkinagina inshootni bunday darajada optimal ravishda to'ldirish, buning o'zi bir mahorat. Va ushbu mahoratdan juda ham yaxshi foydalanganingiz hayratga qoldiradi insonni. Dilafruz, sizga bitta savolim bor. Agarda sizga hozir sehrli tayoqcha qo'lingizga tushib qolib yoki bu kim sizga tilagingni deydigan bo'lsa, siz nimani tilagan bo'lardingiz?
Mani eng yaxshi ko'rgan gullarimdan biri baribir orxideya. Orxideyani urug'idan ko'paytirish usulini o'rganyapman hozirda. Shuning uchun katta teplitsam bo'lsa-da, orxideyani o'zimizdan Toshkentda o'stirib, sotuvga biz chiqarsak boshqa shaharlarga, xuddi shunaqa. Ya'ni hozirgi paytda Gollandiya, Tayvan, Xitoy davlatlaridan bizga orxideyalar kirib kelayotgan bo'lsa, siz o'zingiz ushbu orxideyalarni o'stirib, yangi navlarini chiqarib, albatta O'zbekiston navlarini chiqarib turib, boshqa davlatlarga sotish maqsad qilgansiz. Shunaqa niyat qilgan. Albatta, ushbu niyatingizga erishishingizga biz tilakdoshmiz. Rahmat kattakon. Dilafruz, mana bog'ingizni ichiga ham kirib oldik. Endi bog'ingizda yana qaysi turdagi o'simliklar bor? Ular bilan iltimos tanishtiring bizani. Bu kichkinagina joyimda eng qimmat gullarni yig'gan bo'lsam bo'ladi. Chunki ham injiq, ham qimmat gullar. Birinchisi mana Magnolia. Magnolia Little Star degan edi bu. Oppoq bo'lib gullash kerak edi, lekin hali gullaydigan yoshda emasman. Chunki men kichkinaligida olgan edim. Mana shunaqa bo'yini o'stirib, baylarini katta qilib, shoxlaridan qalinlashyapti. Hurmatli gulshaydolari, hayron bo'lmanglar. Bu ko'pchiligimiz magnoliyani barg to'kmaydigan, ya'ni doimo yashil o'simlik deb taniymiz, lekin aynan gul parvarishida usta bo'lgan insonlar biladiki, magnoliyani ikki xil turlari mavjud. Ya'ni barg to'kadigan va barg to'kmaydigan. Barg to'kadigan turlarni o'zi bir ko'p turlarga bo'linib ketadi, ya'ni Magnolia stellata, Lilia flora va bu o'sha Lilia flora, ya'ni lolasimon gullaydigan magnoliyani bir turi. Qanaqa rangda gullashini kutmoqdasiz kelajakda? Oppoq rangda bo'lishi kerak. Xudo xolasa, bu o'simligimiz mana rivojlanib kelyapti va kelajakda oppoq gullari bizdan albatta biza kelamiz. Bahor boshlanishi bilan hamma gullar o'sishi bilan sekin-sekin o'zini kamchiligini ko'rsatadi. Masalan, qishdan chiqqandan keyin nima yetishmayotganini sekin ko'rsatadi. Bu gulim Magnolium chloros, ya'ni shu temir moddasi yetishmayotganini ko'rsatadi. Buni qayerdan bilsak bo'ladi? O'zi sariqda, lekin mana bitta tomirlari ham yashil bo'lib turibdi. O'shandan bilsak bo'ladi, bu gulimiz shu temir yetishmayotganini bildiryapti. Shuning uchun bu gulimizga sulfat magniy degan dorilarimiz bor. O'shandan bersak bo'ladi yoki shu temir xelati berishingiz mumkin. 6%, 12% qilib ustidan tagidan berishingiz mumkin. Bunday turdagi muammolarni o'zlari birinchi navbatda bilishlari juda ham yaxshi. Hurmatli gulshaydolar, agarda qandaydir turdagi muammolarga duchor bo'lsangiz va o'simliklaringiz yaxshi rivojlanmayapti yoki ularni o'sishida qandaydir turdagi muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, albatta bu muammolarni bizning Telegram kanalimizga yo'llashingiz mumkin. Bunday turdagi muammolar Dilafruzda nega kuzatilyapti? Buning sababi ko'pchilik o'simliklari hozirgi paytda tuveda o'stirilmoqda va tuveda o'stirilgan o'simlikka barcha kerakli elementlarni o'zingiz va faqatgina o'zingiz berishingiz kerak. Keyingi gulimiz bu gartenziya gullari. Gartenziya gullarini juda ham yaxshi ko'raman. Shunga ikki xil turi bor. Bu yerda metelichli gartenziya bor, ya'ni bo'yi uzun bo'lib, shu quyoshda ko'proq o'sadigan gartenziya turi. Bu esa makrofila, ya'ni shu yirik bargli gartenziyamiz. Buni ham gullari chiroyli bo'lib, pushtirang bo'lardi. Xudo xolasa endi gullarni ko'ramiz. Hozircha shunaqa chiroyli bo'lib o'sib turibdi. Juda ham yaxshi taassurotim bor. Sababi bironta o'simligingizda qandaydir turdagi hasharotlar kuzatilmayapti. Demak, bahorda hasharotlarga qarshi dori bergan ekansiz. Albatta. Ularsiz hech ham bo'lmaydi, chunki mana bunaqa archalardan, yonimizning mevali daraxtlardan albatta shira tushadi. Shiraga qarshi dorilar bo'lmasa bir oyda bir marta baribir profilaktika qilib dorilayman. Shu bilasizmi, men shira hasharotiga to'xtaladigan bo'lsak, juda ham qiziq ma'lumot bor. Men juda ham hayron qolaman. Agarda sezgan bo'lsangiz, shira bor joyda albatta chumolilar bo'ladi, ya'ni bog' chumolilar. Ushbu bog' chumolilarini qanday qilib shu shirani tashishigacha kuzatib borganman. Xuddi odam singari, xuddi misol uchun bizani dehqonlarimiz, fermerlarimiz dalaga, ya'ni sigirni boqqan olib chiqishadi-ku, xuddi shu singari shira hasharotini o'simligiga olib borib, qo'yib, kerakli joyiga o'sha yerda ko'payishini ta'minlab berib, shira hasharotidan chiqayotgan glyukozani, ya'ni shirani o'zligiga sog'ib olishadi va olib ketishadi uyligiga. Ya'ni shira hasharotimiz qanday turda oziqlanadi? Shira hasharotimiz o'simlikni oziqlanishi kerak va ko'payishni davom ettirishi kerak. Ya'ni ko'payishni davom ettirish
bo'lishi uchun o'simlikimizda mavjud bo'lgan oqsillarni o'ziga olish kerak bo'ladi. Lekin o'simlik shirasini, ya'ni harakatlanayotgan suvlarini so'rish vaqtida u suvning tarkibida nafaqat oqsillar, balki uglevodlar, glyukoza, kraxmal kabi uglevodlar mavjud bo'ladi. Va ushbu uglevod va kraxmallarni ular kerak emas deb tashqariga chiqarib yuborishadi axlat sifatida. Va shuning uchun shira kasalligi deb aytamiz. Sababi yopishqoq va shakar yoki asal surtib qo'ygandek o'simliklarimiz shu ko'rinishga kelib qoladi. Vaholanki chumolilarimiz ushbu shirinlikni yaxshi ko'rishadi va ushbu shirinlikdan oziqa sifatida foydalanishadi. Juda ham bir qiziq ma'lumotga ega bo'ldim. Rahmat kattakon. Endi bu o'simligingiz to'g'risida ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. Bu italyanskiy kameliya deb sotilgan edi. Kameliyani turiga o'xshaydi, lekin sal boshqacharoq ekan. Shuning uchun bilmadim. Balkim siz ko'rgandirsiz. Kameliyami rostdan bu kameliya emas, lekin gullari, baylari kameliyaga o'xshaydi. Yo, barglari hamda gullari kameliyaga o'xshamoqda. Menimcha gullari biz kameliyani qizil gul deb taniganmiz, lekin ko'rinib turibdi g'unchalaridan bu kameliya gulingizni gullari menimcha oq rangda bo'ladi. Oq rang. Ochilganda. Ham hidi bor deb aytilgan edi. Qovun hidi keladi deb. O'shanga mana sekin ochilishni boshlayapti, mamta. Chiroyli. Birinchi marta ochilishimi yoki ochilishini ilgari ko'rganmisiz? O'tgan yil noyabr oyida olgan edim. Yaqinda. Mana endi sekin o'zi yangi baylar chiqaryapti. Mana bunaqa chiroyli bo'lib ochilgan, lekin kameliyani biz bilgan shu qizil kameliyaga o'xshab uzoq ushlab turmay ekan. Sal yomg'ir yog'sa ko'rar ekan. O'zi kameliya turiga mansub o'simliklar juda ham nozik bo'ladi. Bu o'simlikni qishdan chiqarib olganingiz o'zi bir baxt desa ham bo'ladi, chunki ko'pchilik gul shaydolarimiz kameliya va azaliya kabi gullarni o'stirishda juda ham ko'p muammolarga duchor bo'lishadi. Sababi ular talabchan o'simlik. Ayniqsa suvning pH ko'rsatkichi, ya'ni nordonlik, sho'rlik ko'rsatkichlariga juda ham talabchan. Suvni nordonroq qilib sug'orsangiz yaxshiroq bo'ladi. Lekin nordon qilib sug'organingiz hisobiga ko'p elementlarni o'ziga qabul qilmasdan xloroz va qanday turdagi dog'lar ko'rinishi paydo bo'lishi boshlaydi. Xullas, o'simliklarga parvarish qilishga ko'p vaqti bo'lmagan insonlarga men har doim bu o'simlikni tavsiya qilmayman. Agarda vaqtingiz bo'lsa, kameliyani olib, kameliyani parvarish qiling. Agarda o'simlik parvarish qilishga vaqtingiz bo'lmasa, qo'ying, o'simlikni nobud qilmang. Iltimos. Ham bitta trijon. Har bitta guliga, har bitta chiqayotgan bargiga odam xursand bo'ladi. Endi bitta qiziq joyi, ko'pchilik insonlar bilan gaplashganimda, hovlisida landshaft qilmoqchi bo'lgan insonlar bilan gaplashganimda har doim suv havzasi to'g'risida savolga to'xtalib o'tardim. Ya'ni nega suv havzasi qilmayapsiz hovlingizda? Ular aytishardi, suv havzasi qilish juda ham qimmat turadigan narsa, juda ham ko'p mablag'im ketadi, suv havzasidan keyin qanaqa foydalanaman, unga parvarish qila olamanmi, yo'qmi degan ko'plab savollar va bahonalar qilishgan. Men sizni ko'p qavatli uy sharoitida qilingan bog'ingizda ham kichik bir suv havzasini ko'rib, juda ham hayratga qoldim. To'g'risini aytsam, hozir qo'rqib ketdim. Mana gullari hozir qimirlayotgan ekan. Ichida hattoki kichik bir jonzot, ya'ni qurbaqalar mavjud ekan. Bu qurbaqa atilabdan shu yerda yashaydi. Yo'q, bular suvni bilar ekan deyapmiz. Uzoqdan topib keladi shu suvni. O'zligi kelishgan, ya'ni siz uni boqmagansiz. Yo'q. Qo'shnilarim ham aytadilar, shu boqyapsizmi qurbaqa deyshadi. Chunki kecha shunaqa sayraydi, xuddi tog'da anaqalarning suv hazillarning oldida shu yotganga o'xshaysiz. Lekin ular shu suvni topib kelyapti. Endi topib keldi. Endi menimcha chiqarmang. Buni uy bo'lib qoldi. Endi chiqarsangiz menimcha xafa bo'lib qoladi qurbaqamiz. Shuning uchun mana shu yerda tirik bir ekotizim sifatida yashab kelmoqda va bundan tashqari bir qancha o'simliklarni kuzatmoqdaman. Bu qanday turdagi o'simliklar? To'g'risi, suv o'simliklari to'g'risida ma'lumotga ega emasman va ularni qanday parvarish qilishi to'g'risida faqatgina ozgina ma'lumotga egaman. Endi ushbu suv havzasida mavjud bo'lgan o'simliklar bilan bizani tanishtirsiz. Juda ham shu aytganingizdek suv gullarini o'stirgim keldi, chunki men botanika bog'larida ularni ko'rib, men ham shu o'stiray deb nima qilishni o'ylayverdim, keyin internetdan bitta video chiqib qoldi. Shunaqa kichkina ozgina chopgan, dumaloq qilib, xuddi basseyn ochgandek, keyin kir yuvadigan shu tog'oralarning kattasini olib, shaqimda joylagan. Keyin atrofiga shunaqa toshlarni terib qo'ygan. Ana shunaqa chiroyli hovuzcha paydo bo'ldi. Qani mendan bitta qilib ko'ray dedim. Nega ular qilishmoqda-ku, lekin meni qo'limdan kelmaydi degan savol bergansiz o'zingizga. Qo'shnilarim ham buni qilgunimcha siz nima qilyapsiz, basseyn qilyapsiz
Yo'q, men mana shunaqa suv gullarini o'stirmoqchiman deb, mana shunaqa chiroyli bo'lib tayyor bo'lganda qo'shnilarim ha deb hayratda qolishdi. Bu gullarimni ota suv giyatsinti, xuddi piyozli giyatint guli bor-ku, xuddi shunga o'xshab guli ham shunaqa sirenyovoy, ya'ni binafsha rang bo'lib ochiladi. Suv giyatsinti mana shunaqa atrofidan, mana shunaqa sentridan to'g'ri bo'lib, mana shunaqa sharik paydo bo'ladi, giyatsintiga o'xshagan. Lekin mana bunaqa ildizlari buni bir ajoyib. Anaqa bu suvni filtrlaydigan xususiyatga ega. Ya'ni suv yashil bo'lib qolmaydi. Buni ko'pincha shu akvariumlari bor, qog'oz akvariumlari bor. Insonlar ham mana shunaqa tabiiy narsa o'stirib, ichini filtrlash uchun, yashil bo'lib ketavermasligi uchun deb mana shunaqa suv giyatsintidan foydalanishadi. Chunki bu shunaqa suvni hidlanmasligiga, bir xil turib hidlanib qoladi-ku, shunaqa hidlanmasligiga, yashil bo'lmasligini mana shunaqalarni oldini oladi. Shuning ham menimcha qurbaqamizga ozgina soya ham qilib beradi, to'g'rimi? Qulay hayot kechirish uchun. Shuning uchun qayta kelaveryapti. Endi menda bitta taxmin bor. Bu taxminim to'g'ri yoki noto'g'riligini o'zingiz aytasiz. Bu suv havzasida menimcha nilufar gulini o'stirib ko'rgansiz, lekin nilufar guli bu suv havzasida o'smagan. Nilufar gulim bor edi. O'zim yaxshi ko'rardim juda ham, lekin sotishga majbur bo'ldim. Bitta klientim hech qo'ymadilar, iltimos deb yoshlari katta edi, yo'q deyolmadim. Demak, bu yerda bemalol o'sib rivojlangan. Chunki bu taxmin o'zi nimadan kelib chiqdi? Ko'pchilik suv havzasi mavjud insonlar bilan gaplashganimda ular voy nilufar gulini nima o'stirib ko'rdim, bu o'smas ekan, nimadir qilish kerak ekan, xullas undan ko'ra baliq boqaman, unaqa degan bahona va gaplarni ishlatishgan edi. Lekin bunga qaramasdan meni taxminim oxirgacha emas. Sababi nilufar guli bor edi va gul afsuski sotilib ketgan ekan. Sotilib ketdi. Mana shu bahor boshida sotilib ketdi. O'stirish ham qiyin emas nilufar gulni. Nilufar gulga xuddi shunaqa quyosh kerak, suv kerak bo'ldi. Lekin nilufar gulini ekishdan oldin mana shunaqa tuvagiga ekib olish kerak. Oldin mana shunaqa ekib olib, yaxshilab, qattiq qilib ichiga osmokotlar solib, dorilar solib, keyin sekin suvga qo'yib uni. Mana shunaqa hovuzchani suv bo'lmasligi kerak, chunki agar uni turpog'i bilan qo'yishni boshlasangiz, u tepaga ko'tarilib ketadi turpog'i. Shuning uchun birinchi tuvagi bilan joylashtirib, atrofiga toshlar bilan qattiq qilib shu taniq tuvagini qattiq qilib turg'izib olib, keyin suv to'ldirsa chiroyli bo'ladi. Maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta. Va keyin nilufar guli chuqurroq idishlash bo'ladi. Chuqurroq. Shuning uchun shunaqa baklardan foydalansa bo'ladi. Baklarni ham chuqurroq. Lekin men kuchim yetmagan, oxirigacha kirgizib olmaganman, lekin shuni iniydi mana. Nilufar gulining joyi shu edi. Hozir afsuski suvni o'zi qolib ketgan. Yangisini kutyapti. Endi bog'ingizda yana bir gulni ko'rdim. Bu adashmasam rododendron o'simligi. Juda ham gullari bilan mashhur bo'lgan o'simliklar qatoriga kiradi. Men hozir bir narsaga hayron bo'lib turaman. Nega bu rododendron hozir gullamay turibdi? Bu meni xafa qildi, lekin aybimni bildim qattaligini. Bu rododendronni o'tgan yil olganman. O'tgan yil olganimda ayab qimmatligidan men uni quyoshga umuman ko'rsatmadim. Quyosh umuman tushmadi bu gulga. Shuning uchun aybim shu yerda ekan deb tushundim. Lekin vaqtida dorilayman, vaqtida torflarini shu nordonlashtiraman. Hammasi bor-da, lekin shu quyosh tushmagani bu rododendronimni g'unchilamaganini sababi deb o'yladim. Keyin mana bahorda xuddi shu joyiga mashqa qo'ydim. Ertalabki quyosh va kechki qaytayotgan quyosh tushadi. Endi ko'rsangiz, bundan-da yaxshiroq rivojlanishni boshladi. O'tgan yilgi bilan bu yilgi 2 martalab, 3 martalab kattalashib ketdi-da. Shundan bildim, demak, mana rododendronga quyosh kerak emas, quyosh tushmasin, bargini kuydiradi degan ma'lumotlarni o'qiganimiz baribir sal gullarni maslahatim joyini o'zgartirib turish kerak. Ko'proq mana bunaqa qilsam nima bo'lar ekan degan savollarni odam o'ziga ham berib turish kerak. Shuning uchun mana joyini o'zgartirdim. Bu yil boshqacha o'sdi, baylari ham, shoxlari ham boshqacha ko'rdi. Ko'rinib turibdi, barglari sog'lom, ranglari juda ham o'z joyida. Mana ko'rib turibsizlarmi, hurmatli bog' shaydolari? Amaliyotdan kelib chiqayotgan tavsiya. Agarda gulingiz bir joyda yomon o'sayotganini ko'rib o'tgan bo'lsangiz, demak, uning joyini o'zgartirib ko'rishga harakat qilish